Futbol xalqaro federatsiyasi FIFA bu g'alati voqeani tekshirish kerak. Chunki jahon chempionatida misli ko'rilmagan narsa sodir bo'ldi. Bir lahzaga Gari Keyn Darvin Nunezdek o'ynadi va o'yindan keyingi gaplari bu voqeani yanada sirliroq qildi. Turnirdagi birinchi o'yinida dubl urib, Keyn to'xtatib bo'lmasdi edi. Lekin Gana bilan o'yingacha o'zini shaman deb atagan bir kishi unga la'nat qo'yganini aytdi. Gari Keyn jarohatlanmaydi, lekin bu o'yinda gol urmadi. O'yin oldidan hech kim bu gaplarni jiddiy qabul qilmadi, lekin keyin hayratlanarli voqea ro'y berdi. 85-daqiqada Keyn jarima maydonida mukammal imkoniyatga ega bo'ldi. Atrofda himoyachilar yo'q edi. Darvozabon esa pozitsiyasidan chiqib qolgan edi. Bunday vaziyatda o'tkazib yuborish imkonsizdek ko'rinardi. Lekin keyin kutilmaganda to'pni tribunalar tomon yubordi. Stadionda bir zumda sukut tushdi. Xatlik sharhlovchi o'z ko'zlariga ishonmadi. Keynning o'yin tugagandan keyingi gaplari